Turmush o'rtog'imlar bugun bizga o'z qo'llari bilan palov qilib berdilar. Ishoning, mazasi judayam o'zgacha chiqdi, juda mazali. Turmush o'rtog'imlardan ruxsat olib, ular tayyorlagan retseptni sizdek meni sevimli auditoriyam uchun bo'lishmoqchiman. Turmush o'rtog'imlar yaqin kunlarda boshladilar bizga palov tayyorlab berishni, где-то bir oylar oldin. Bularni adashmasam 3-marta palov tayyorlashlari biz uchun haqiqatdan ham erkak kishini tayyorlagan taomi o'zgacha mazali chiqadi. Faqatgina sizdan hamma narsani tayyorlab berish so'raladi. Archib to'g'raladigan hamma narsani tayyorlab, guruch ustiga tuz, qaynoq suv solib, turmush o'rtog'imlarni chaqirdim. Biz 5 piyola guruchga mo'ljallagandik palovni. Ular yog'i ko'proq bo'lsa shirin bo'ladi dedilar. Shu sababli 4 cho'mich oddiy o'simlik yog'i va 1 cho'mich zig'ir yog' soldilar. Birinchi bo'lib yog'da dumba yog'ini qovurib, olib tashadilar, go'sht soldilar. Ozgina qovurilgandan keyin piyoz soldilar. Piyoz tilla rangga kirgandan so'ng sabz solib bir qovurib oldilar. Ketidan kartoshka, chesnok, tuz, zira va novot soldilar. Pripravali ishlatmadilar. 1 piyola suv solib, dimlab qo'ydilar. 20 minutdan so'ng guruch va suvni soldilar. Suv tortgungacha kutib turdilar va suvlarini to'liq tortib bo'lgandan keyin dimlab qo'ydilar. Palov judayam mazali chiqdi. Men o'ylayman, mehr va e'tibor qo'shilganligi uchun bo'lsa kerak. Har bir insonga kamida shunaqa baxt tilayman. Agar menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, meni obunachim bo'ling. Bundan ham qiziq videolar hali oldinda.